Rozimisiz shu holatingizga? Ha, yozaman. Payg'ambarimiz alayhissalomning hayoti biz uchun ibrat hayotda. Qur'onni bizga meros qilib ketgan. Eng katta boyligimiz shu. Yetimlarni uyashimiz kerak, uyashimiz kerak. Kimki yetimni yozligini istasa, Payg'ambarimiz alayhissalom ikkita barmoqlarini ko'rsatib, men bilan birga bo'ladi degan inshaalloh. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan bugun Surxondaryo viloyati Denov tumanida aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamidagi haqiqiy yetim bolalarga Respublika Vaqf xayriya jamoat fondining tashabbusi bilan O'zbekiston musulmonlar idorasining rahnamoligi ko'rsatmalariga binoan Denov tumanida katta bir shukrona to'yini qilyapmiz. Ularning xursandchiligini bugun so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Shukrona, ya'ni aqiqa sunnat to'ylarining zamirida bilasizmi nima yotibdi? Bugungi olib borilayotgan yurtimizdagi odilona siyosat va inson qadri yotibdi. Haqiqiy inson qadrini bugun mana shunday tadbirlarda albatta ko'rish mumkin. Bugun bolajonlarimizni ba'zilarini otalaridan judo bo'lgan, ba'zilari onalaridan judo bo'lgan va ba'zilari ham ota ham onadan judo bo'lgan haqiqiy yetimlar. Ba'zan bir bolani kulgusi osmonlarni yoritadi. Ba'zan bir yetimni duosi osmon darvozalarini ochadi. Ba'zan bir insonni qilgan yaxshiligi qalblarga orom bag'ishlaydi. Bugun aynan mana shunday kun 2026-yil 7-avgust muborak juma sanasida biz polvonlar yurti bo'lgan Surxondaryo Denovdamiz. Yurtimizning 35 yillik ayyomiga bag'ishlab Vaqf xayriya jamoat fondi yurtimizni, respublikamizning barcha viloyatlarida tanlangan, boquvchisi yo'q, haqiqiy haqdor oilalarimizni 35 nafar farzandlariga mana shunday xatna to'yi, ya'ni sunnat to'yi qilib beryapti. Bugun bizda bayram avjida, xursandchilik avjida. Bolajonlarning xursandchiligini ko'rib, biz ham xursandmiz. Bolajonlar tayyormisizlar? Bugun bayramni zo'r o'tkazamizmi? Katta bo'lganimni ko'rib, meni peshonamni silagan uchun Allohim sizni siylasin. Allohim mana avvalambor prezidentimizga, qolaversa mana shu ishlarni uyushtirgan homiylarimizga kattadan katta rahmat. Ularning umrlari uzoq bo'lsin. Allohim ro'zg'orlarini barakatli, dasturxonlarini to'kin sochin, davlatlarini ziyoda qilsin. Mana shunday homiylarimiz sonlari yanada ham ko'payib ketaversin. Allohim bugun hamma onalar alhamdulillah xursand. Mana shu ehsonga bosh bo'lgan, xizmat qilganlardan rosa duo qilib qolishdi. Alhamdulillah borlaringga shukr. Hammalaringiz yaqinlashib kelayotgan O'zbekistonimizda, vatanimizda 35 yillik to'yi bilan hammalarga muborakbod etaman. Ilohim ehsonchilarimizdan, hamma mu'minlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh jannatda qasr mukofot aylasin ya robbil alamin. O'g'illarimizga to'y qilib beryapsizlar. Hammalaringizga ming rahmat. Ich-ichimdan Allohim sizlarni ham siylasin. Nimaki niyat bo'lsa, niyatlaringiz bilan siylasin Allohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Robbil alamin. Arrohmanirrohim. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Allohu akbar. Malladingiz. Qani ketdingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetim parvar zot bo'lganlar. Yetimlarni boshini silaganlar. Bizning saxovatpesha zotlarimizni mollariga, savdolariga, tijoratlariga, ishxona va korxonalariga barakot bersin. Bugungi qilgan ehsonlarini mukofoti ehson bo'lsin. Bugun saxovatpesha zotlar nozik qalblarini, bugun bu jamiyatda ular ba'zi otasi, onasi yo'qligidan ba'zi joylarda ko'z yosh qilayotgan go'daklarimiz bugun xursandchilik ko'z yoshlarini ko'ryapmiz. Alloh taolo ehson sohiblarini ikki dunyo saodatini bersin. Tinchligimiz abadiy bo'lsin. Yurt farovon bo'lsin. Sarhadlar mustahkam bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Xudo xolasa mana shu biz albatta ishonamizki,
mana shu bolajonlarimiz shu yurtning ravnaqiga, koriga yaraydigan yetuk farzandlar bo'lishiga. Inshaalloh, ilohim. Avvalo yaxshilikning mukofoti yaxshilik. Bugungi bu jarayon, bu yaxshiliklar mana bu yurtga tinchlik va ofiyatning ziyoda bo'lishligiga vasila bo'ladi. Qolaversa mana shu xayrlik tadbirimizga homiylik qilgan, bosh-qosh bo'lgan, sababchi bo'lgan, hissa qo'shgan barchalardan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Sizlarga o'xshagan saxovat pesa har kuni Allohga eshadigan bandalarimiz ko'paysin. Vaqf xayriya jamoat fondi